Dadasi, O, o'g'lingizni uylantirishimiz kerak. uylantiramiz albatta. Xonalarni aboy eskirgan, mebellarni almashtirish kerak. Bu ahvolda qanaqa qilib to'y qilamiz? Hozir bilasan, xarajatlarimiz ko'p, kreditlarimiz bor. Remont qilishga pulimiz yetmaydi. Kam xarajat qilingan remont yaxshi chiqmaydi baribir. Har safar gapirsam, nuqul shunaqa bahona qilasiz. Sabr qilsang hammasi vaqti bilan bo'ladi. Qachongacha sabr qilaman? Bu eng ko'p uchraydigan muammo, lekin ochig'ini aytganda muammo pulda emas. Ko'pchilik kamxarj dizaynni noto'g'ri tushunadi. Eng arzonini olish deb o'ylaydi. Sifatni butunlay unutadi. Natijada uy arzon ko'rinadi. Kamxarj dizayn bu tejamkorlik emas, balki reja asosida qilinayotgan aqlli tanlovdir. Pul kam bo'lsa, hammasini birdaniga boshlamang. Kamxarj dizaynda bitta qoida bor. Avval eng katta effekt beradigan ish qilinadi. Eng katta effekt beradigan ishlar bu yoritish va devordir. Qolgan hammasi bosqichma-bosqich qilinadi. Kamxarj dizayn hamma narsani almashtirish, qimmat mebel olish, moda ortidan quvish degani emas. Kamxarj dizayn qayerda tejash mumkinligini bilish, qayerda tejash mumkin emasligini tushunish, minimal vosita bilan maksimal natijaga erishishdir. Professional dizaynerlar aynan shunday ishlaydi. Eng arzon va eng tez o'zgarish beradigan narsa bu devor. Oddiy faktlar: bo'yoq aboydan 2-3 barobar arzon. Ochiq ranglar xonani kattaroq ko'rsatadi. Bitta aksent devor xonani butunlay o'zgartiradi. Kamxarj dizaynda mebelni yangilash shart emas. Eski shkafingizni bo'yash ham arzon, ham foydali. Tutqichni almashtirsangiz, mebel yangidek ko'rinadi. Ko'p hollarda muammo mebelda emas, uning noto'g'ri joylashuvidadir. Pol eng tez eskiradigan qism. Eng arzon laminat tez shishadi, o'rtacha sifatli laminat esa sizga yillar davomida xizmat qiladi. Xulosa shuki, polga ozgina ko'proq pul ajratsangiz, keyin afsuslanmaysiz. Yoritish dizaynning yarmidir. Kamxarj yechimlar: LED lenta, stol lampalari, issiq rangli chiroqlar. Bitta qimmat lyustradan ko'ra bir nechta oddiy chiroq yaxshiroq natija beradi. Kamxarj dizaynni buzadigan xatolar: bu eng arzonini tanlash, hamma narsani birdaniga qilish, juda ko'p ranglarni ishlatish, modani o'ylamasdan ko'chirish. Arzon ko'rinish pul kamligidan emas, noto'g'ri tanlov natijasida kelib chiqadi. Kamxarj dizayn bu pul emas, aqlli fikrni talab qiladi. To'g'ri yondashuv bilan oz mablag' ham chiroyli, qulay va zamonaviy uy yaratishga yetadi. Tartibli va to'g'ri dizayn qilishni o'rganishda davom etamiz. Videolarimizni kuzatib boring. Onasi kamxarj remont qilishni bilib oldim. Qayerdan bildingiz? Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tayyorlagan loyiha orqali. Juda ham foydali ma'lumotlar bor ekan. Endi to'y tezlatamiz.